Bir yigit aytadilar, onam o'tib ketdilar. Bir kuni o'ylab xayolimga bir fikr keldi. Shu onamni dugonalarini bir aylantirib xursand qilib kelsam, ayolim bilan maslahatlashib sanasak, ro'yxat qilsak 11 ta onaxon bor ekan. Onam tengi, onam atrofida shu to'y ma'rakalarda birga yuradigan onam tengqur onaxonlarni bitta vaqtni tayinladik. Mashina gaplashib qo'ydim. Keyin Parkentda So'qoq degan joy bor ekan, o'sha yerga olib bordim deydilar. Mashinaga solib yigitlarni yubordim, oldinroq joy qilib turishdi. Ko'k somsalarini qo'yib, shashliklarni yedirib, hammasi xursand bo'lib 1-2 soat o'tirishdi. Qaytishda yo'lda to'xtab har bittalarini qo'llariga meva olib berdim deydilar. O'sha Parkentning mevalaridan. Mahallaga keldik, birma-bir tarqatib uylariga qo'ydim. Xursand bo'ldim. Kechqurun tush ko'rdim, qoraka deydilar. Tushimda bir davra onaxonlar, shu onaxonlar hammalarining egnidagi libos oppoq. Boshlarida oppoq ro'mol shu onalar. Yuqorida to'rda bir ona, ya'ni o'sha ona meni onam deyaptilar, yig'lab aytayapti. Boshqalardan ko'ra teparoq o'tiribdi onam. Onamning egnalaridagi libos oppoq emas-u, zumrad rang. Yaltirab turibdi. Hammasi onamga qarab turibdi. Onam shunchalar quvonib gap berib turibdilar, ular onamning og'ziga qarab turibdi. Onamning xursandchiligini to'rda o'tirganlarni ko'rib, tushimda uyg'onib ketdim. Turib ko'zimga yosh kelib yig'lab tursam, ayolim turib nima bo'ldi deb ayolim xavotirga tushdi. Keyin shu tushimni aytib berdim. Qoraka shunaqa bo'ldi. Onamni dugonalarini borib aylantirib xursand qilib kelsam, onam tushimga kiribdilar xursand bo'lib. Shunaqa bo'linglar yigitlar. Mahallada onangiz bilan birga yuradigan onangizni dugonalari bor-a? Bir 4 ta non ko'tarib, 1 kilo novot olib, onajon yaxshi o'tiribsizmi? Onam bilan birga yurardinglar to'y ma'rakalarda. Onamni eslab turing, meni ham duo qilib turing deb qo'llariga bir ozgina hadiya berib, otamiz bilan birga ishlashgan do'stlari bo'lgan, ularni borib ko'rib, Abdulloh ibn Umar, ya'ni Hazrati Umarning o'g'illari Madinadan tashqariga chiqsalar, 3 ta tuya mingan odam kela boshladi. Ulardan bittasi aytdi,